Germaniya Tashqi ishlar ministrligining Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida tayyorlagan bir doklati o'ttirg'a chiqdi. Tashqi ishlar ministrligi tarafidan 2019 yili 22 dekabr tayyorlangan dokladda xususan Xitoyning musulmonlarga qaratgan qattiq qo'l siyosatlari ta'kidlangan. Dokladda 2016 yilning oxiridan buyon Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan bostirish tadbirlari, nazorat qilish va kamsitishning andish paydo qiladigan bir shaklda kuchayganligi o'tirib qo'yilgan. Bir Germaniya televiziya kanalida oshkorlangan bir dokladga asoslanganda Uyg'urlar va boshqa musulmonlarning kishilik huquq ahvoli yaqinqi yillarda ro'shan nacharlashgan. Sharq Turkistonlik dаңliq bir Uyg'ur naqshchining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'ttirg'a chiqdi. Chet eldagi tuqqanlari ta'minlagan uchurlarga asoslanganda Xitoyning 2017 yili avjiga chiqqan xolg'ancha tutqun qilish harakatida tutqun qilinib jazo lageriga qamalgan. 2 yildan keyin bo'lsa, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan yaqinqi yillarda Xitoy tarafidan qamoq jazosi berilganligi, hatto o'lib ketganligi o'ttirg'a chiqqan dаңliq naqshchi Abdurahim Hayit, dаңliq etud artisti Adil Mijit va naqshchi Sanavar Tursun qatorliqlar yaqinda turmadan chiqarilib, Xitoyning tashviqot xizmatiga selinmoqda. Germaniyadagi saxovatchi ota-onalar va Sharq Turkiston informatsion markazining birlikda uyushtirishi bilan 2020 yili 2 fevralda Bielefeld shahrida Xayr bozori nomida Sharq Turkistonlik yetim bolalar uchun i'ona to'plash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatda ota-onalar vakillari so'z qilib, har vaqt Sharq Turkistonning va yetimlarning yanida bo'ladiganligini ta'kidladi. Faoliyatga taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa Uyg'urlarning tarixda misli ko'rilmagan bir zulm va irqiy qirg'inchilikqa duch kelganligini ta'kidladi va turk xalqining Uyg'urlarni qo'llashini umid qiladiganligini bildirdi. Faoliyatga har sohadan kelgan mingdak kishi qatnashdi. Ular faoliyatdan mamnun bo'lganligini, buningdan keyin Sharq Turkistonning vaziyatiga texmo yaqindan diqqat qiladiganligini bildirishdi. Bu faoliyatning intayin ahamiyatlik va ta'sirli bo'lganligi haqida to'xtalgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi bu xil faoliyatlarning buningdan keyin texmo keng ko'lamli shaklda o'tkaziladiganligini bildirdi va ajr singdirgan hammalarga rahmat etdi. Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan tojisimon virus tez suratda dunyoga tarqalib, vahima paydo qilmoqda. Xitoy e'lon qilgan ma'lumotlarga asoslanganda 3 fevralgacha virusdan yuqumlanib o'lganlar soni 362 ga yetdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bo'lsa, Amerikani vahima paydo qilish bilan aybladi. Amerika hukumati yangi belgilama chiqarib, 14 kun ichida Xitoyga borgan chet elliklarning Amerikaga kirgizilmaydiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyinning 3 fevral o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida bir qism davlatlarning, bo'libmi Amerikaning Xitoydagi yuqumlanish ahvoliga qarata haddidan ziyoda inkos qaytirib, haddidan ortiq tadbirlarni qo'llanganligini aytdi. U mundaq dedi: Amerika hukumati hozirgacha Xitoy tarafga hech qanday amaliy yordam qilmadi. Lekin tunji bo'lib Wuhandan konsulxona xodimlarini chekindirib chiqdi. Tunji bo'lib diplomatiya xodimlarining bir qismini chekindirishni o'tirg'a qo'ydi. Tunji bo'lib Xitoy fuqarolarining chegirdan kirishiga qarata cheklash tadbirlari qo'llandi. Uzluksiz vahima paydo qildi va tarqatdi. Yomon bir boshlamchi bo'ldi. U Amerikaning tadbirlarining Dunyo sahiya tashkilotining qaroriga zid ekanligini ta'kidladi. O'rta Osiyo va Amerikaning tashqi ishlar ministrlari qatnashgan 5 qo'shilgan bir tashqi ishlar ministrlari yig'ini O'zbekiston poytaxti Toshkentda o'tkazildi. Yig'inga Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo, Qozog'iston tashqi ishlar ministri Tiluberdi, Qirg'iziston tashqi ishlar ministri Aydarbekov, Tojikiston tashqi ishlar ministri Muhiddin, Turkmaniston tashqi ishlar ministri Maradu va O'zbekiston tashqi ishlar ministri Komilov qatnashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, yig'inda rayondagi xavfsizlik hamkorlik masalalari bilan Afg'oniston vaziyati muzokara qilingan.
O'zbekistonga kelishdan burun Qozog'istonda ziyoratda bo'lgan Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo barliq davlatlarni Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmiga qarshi Amerika bilan bir safda turishga chaqirgan edi.